Endi esa qanday qilib Karmon AI botidan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Karmon AI boti nimaga kerak deb so'rasangiz, u shunchaki qo'shimcha instrument sifatida ishlatishingiz mumkin. U yerda ham siz o'z xarajatlaringizni va qarzlaringizni boshqarishingiz mumkin. Hozir esa qanday qilib ilovadan botga o'tishni ko'rsataman. Ko'proq bo'limiga o'tamiz. Bu yerda eng tepasida ko'rishimiz mumkin Karmon AI mini ilovasi. Uni bosamiz. Ko'rganingizdek botga o'tdik. Endi esa uni ishga tushiramiz. Bu yerda siz o'zingizga qulay bo'lgan tilni tanlaysiz. Bu yerda siz Karmon AI demo versiyasini ko'rishingiz mumkin va bu yerda qanday qilib botdan foydalanishingizni ko'rishingiz mumkin. Men Aloqa bank hisobimdan taksiga 15,000 so'm sarfladim. Oldin aytib o'tganimdek, Karmon AI ilovasi asosan hisoblarga bog'langan holda ishlaydi. Shu sababli agarda hisobni nomini aytsangiz, o'sha hisobingizdan pulni ayirib qo'yadi. Endi esa Karmon AI botini ishlatishni davom etamiz. Oziq-ovqat uchun 50,000 so'm. Xohlasangiz yozma ravishda yoki chekni skanerlagan holda ham botda xarajatlaringizni qo'shishingiz mumkin. Va botda ham siz bemalol turli xil pul birliklarida xarajatlaringizni qo'shishingiz mumkin. Bizning sun'iy intellekt har bir xarajatingizni tahlil qiladi va eslab qoladi. Shunchaki xarajatlaringizni aytasiz va esdan chiqarishingiz ham mumkin. Men $5 kofe sotib oldim. Ko'rganingizdek, ozgina o'ylashiga vaqt kerak. Siz bizni botga yoki ilovaga o'zingizni eski xarajatlaringizni ham aytishingiz mumkin. Shunchaki uning vaqtini aytsangiz, o'sha kunga u xarajatni qo'shib qo'yadi. Masalan, kecha 6:00 da kechki ovqat uchun 100,000 to'ladim. Ko'rib turganingizdek, bu xarajatingizni kechagi shu vaqtdan avtomatik ravishda qo'shib qo'ydi. Demo versiyadan o'tganingizdan so'ng siz o'z hisobingizni bog'lashingiz kerak bo'ladi. Agar siz oldinroq bizning mobil ilovadan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, shunchaki bu yerda telefon raqamingiz yoki elektron pochtangiz va parolingiz yordamida bu yerga o'z hisobingizga bog'lanishingiz mumkin. Karmon AI boti bizning mobil ilova bilan sinxronizatsiya qilingan. Ya'ni o'z xarajatlaringizni botda qo'shib borsangiz, u avtomatik ravishda bizning mobil ilovada ham ko'rinib boradi. Bu yerda men mobil ilovadan ro'yxatdan o'tgan raqamni va parolimni kiritdim. Ko'rganingizdek, biz ilovada oldinroq kiritgan xarajatlarimiz barchasi Telegramda mini ilovada ham ko'rinib turibdi. Bu degani siz bemalol Telegramda ham mini ilovada o'z xarajatlaringizni va qarzlaringizni boshqarishingiz mumkin degani. Lekin Telegram botda imkoniyatlar cheklangan. Ko'proq imkoniyatlarni va ko'proq moliyaviy instrumentlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda ilovadan foydalanishingiz mumkin. Karmon AI bilan moliyaviy intizomni mustahkamlang va moliyaviy erkinlikka erishing.